Nemi balam bu bilemsiz? İsmi nemi bu meyvenin? Uyghurca ismi? Avokado. Avokador degan to'qa. Avokador. Buni yaxshi ko'ramsiz siz? Yo'q, ancha yosh ko'rmaydi. Siz yaxshi ko'rib ketmaysiz. Ochig'im yaxshi ko'rmaydi. Buni cho'nglar bekrak yaxshi ko'rmaskan. Men burun yaxshi ko'rmaydim balam, hozir biz yaxshi ko'rgan ovqat. Buning uchun men mundaq bir narsani deb bermoqchi sizga. Mundaq yeshil mushlar hammasi ancha pishmaganlar ekan qarang. Nima? Bular bazar satqanlarda uchun mundaq ko'pincha mundaq yeshillerini asa ancha toza pishmagan, ta'mi hozir yesa, masalan, hozir mana yesak, ancha ta'mi katta emas. Nima uchun yani bu ravurus pishmagan uchun. Buni pishirish uchun uyga kelgan maning qaragan chog'da, yop yeshil turgan qaragan chog'da biza pishqin ekan. Ko'rdingizmi? Rangi o'xshamayotgandi balam. Albatta o'zing ko'rib, ma'ni beribdi. Buning uchun bundaq yeshil vaqtda ta'mi ancha yaxshi bo'lganki, buni qandaq uyga kelgandan keyin bozordan setilibdi. Uyda qandaq qilsak, u haqiqiy texim katta mezilik bo'lib pishidi degan uchun ashuni bugun sizga deb bergash. O'zim bugun vaqtim uchun sizga o'g'it qo'ymoqchi qizim. Bu odatda bundaq yeshil toza pishmag'ini bo'ldi ekan. Bu pishqanga agishi buning rangi qanday o'zgaraydi ekan desangiz, rangi bundaq o'zgaraydi ekan. Birsi qaramtul, yeshilichi mana o'xshash bunda bir xil karishnovoymi qo'shilib ketibdi, qizg'ush bo'lib qo'shilib ketibdi-mi rangi qarsangiz. Bekrak bu hamma yerlari ashta xo'p o'zgaraydi ekan qarab. Mushtaq o'zgartish uchunchi bo'lam. Buni qanday qilamiz uyga kelgandan keyin bundaq bir oson bir usul bor ekan. Bundaq bir qog'oz qopqichi. Qolgan qog'oz somkosim bo'ldi. Uni buni ishlatganlik qog'ozning bekab qolgan qog'oz somkalar qoldi. Mushta xaltalar. Mushning ichiga silaman birdan. Şuna hemen saldıqmı? Muşun sağandan keyin muşun özündən ham ağzını yemmi deyib uyga qo'ysak odatlik temperaturada, to'nglatqinga qilsa qo'ymaydi ekanmiz. Uyda odatlik temperaturada, uyning temperaturasi 18-24 Selsiya gradusgacha atrofda bo'lsa, uyning havoning temperaturasi. Mushtaq ağzını yem qilib, uyda odatlik temperaturada qo'ysak, uyning temperaturasida 2 kundan 5 kungacha bo'lgan araliqda bu pishidi ekan. Yani rengi-chi, abaqa men degandek qizg'ush bo'lib o'zgaraydi ekan-chi. Ashta haqiqiy pishgan vaqt ekan. Lekin qizg'ushni agarda bundoq yonboqdan qo'ysak, bakarak pishkitadi-da. Endi buni tezroq pishiramiz, tezroq pishsa, tezroq yegimiz bor desak-chi, buni bir tal almini qo'shib qo'ysak, men alm bor, mana alm ketdi. O'sha almini qo'shib qo'ysak bo'ldi ekan. Ya'ni uyda bananchi, banandan bir tal qo'shib qo'ysak ham bo'ldi. Hozir almidil qo'shib qo'ydim, banan emas. Banan bo'lsa bananni, alma bo'lsa almini bir talni qo'shib qo'ysak, mushuning pishishini texim tezlatadi ekan. Hozir hech nima yo'q. Mush avokadorning o'zini mush qog'oz xaltaga chiqib, yemini qo'ysak 4-5 kun vaqt ketadi ekan pishirganga. Lekin bir tal almani qo'shib qo'ysak, yoki bir tal bananni qo'shib qo'ysak, anki og'zini yemib yana o'xshash uy temperaturasida bo'lsa, bu 2 kundan 3 kungacha bo'lganlik til pishib ketadi ekan. Shuna toza ashta rangi qizirib, qizg'ush qaramtul bo'lib, ashta qilib pishgan vaqtida uni yesak, ta'mi shunday yaxshi bo'ldi emasmi? Endi mushun bizning o'rtada pishmaganki, bu pishib bo'lguncha, ya'ni 2-3 kungacha pishib bo'lgandan keyin buni bunday qilib, qog'ozni og'zini ching yeb qo'yamiz. Yeb qilsa bo'lmaydi ekan. Endi lirik ayadi. Qo'yman. Mana bu xo'p. Oyoqqa qo'ysa, ya'ni 2 kundan keyin yoki 3 kundan keyin bir qarab boqaylik, qanday bo'lgan bilaman. Endi mavjud bugun 3-chi kun o'tdi mana, 3 kun bo'ldi. Biz 3 kun ilgari sog'an tuqa avokadorni balam. Yeshil tuqa shu. İş bakaylar, qanqaqan. Qanaqda? Durun. Sizin de qıdırıp işiniz qaranğı gitti. Ama Bir daha alaylı. Ben o silah koyup vermem. Mam bize yeşil vakti, turuşqum bize yumuşaq bopdu ona.
Maylı bize işin. Maylı ilip kolunu ilip durup kesetkenim şu doğru lan. Ma yap pişirilip keke hem yerlerim ben. Taz pişipti mi? Mayamın bize yapıştırdı kapta herlik. Mau Miye koyun ablam. pişkin. Mana. Müşlerimiz şu yap pişildi hem yerlerim. Hemisi tek kişi pişipti. Bana bizim yer bize yeşillik hakkı ne? Kavayaları Mayamın bize pişipti. işinlik bakıyor. Bana yer bize yeşillik kaptı. Kavayaları pişipti. Demek alımıza koyup dikenimiz deşet tez pişkitdi deyinge. Hem de bu pişketken ki bunu şu muştak kat raurus pişti mi nama o? Almayayım ben. Elbette bek piş boğanlarını aldı bilen kılmız go. Muşundak bek pişketkenlerini mesela bugün bir ete ögünmüş 2 günden içinde yesek en təminin en mezilik hatta vakti gel. Onundan bekerek aşırıp saklayımız desek oxşaşlı toňlatgyp saklasak boldyk, piş boğandy kenem toňlatgyp saklasak boldyk. Kokup duran bulam. Lekin tämi toňlatgyp saklasak 3-4 gün saklasa boldyk emasmy? Tämi lekin yaxşı emas betanış kesildi. Şoňa muşundaq raurus pişgandan keyin 2 günden içinde yese en yaxşı deydi. Endi bularni biz yana odatdagi temperatura saqlab qo'ymaymiz. Endi buni en pişqanlaridan boshlab turliq yesak, to'natqida qo'ysak qolganlarini. Ben pişmani. Mau. Maniki matarapları pişkitdi, yeri bize qapdı. Bana matır piştirdi maya bize kapta. Bu qapqağınım yaxşı bdu, çünki 2 gün öncə bunda çıxniya boğulumsa. Hə, şundamı? Şonağa Elqi cıxuğan ehvalası da piş boğan ki 2 gün öncə yapılamayız dese. Bir ete almalarını qoşmay 2 ayrı bitipçü. Beğenmiş piştirdi. Aldırmay iştek pişirmez degan kısmı bu var. işi denmiş. Aldırmay pişsin Bu burada işi denge. denmiş. Tutmay özünde qılıp baxsaq yaxşı tanışıqlı buldu. Şuna qılıp bu pişağınımız tügdi. Endi avokadoni iste'mol qilgan vaqtimizda salomatligimizga qanday foydali taraflari bor? Bu haqda ozroq bilib olsak, avokadoning tarkibidagi yog' kislotasi to'yinmagan yog' kislotasi bo'lganlikdan avokadoni iste'mol qilgan vaqtimizda badanimizni samirt etmaydi ekan. Undan keyin uningda shu badandagi yog'larni parchalashda aktiv rol o'ynaydigan vitamin B2 moddasi mo'l bo'lganlikdan shu o'ruqlashni orzu qilayotgan kishilarimiz uchun bu avokado yaxshi bo'lgan bir yemeklik hisoblanadi ekan. Ondan sonra yana avokadoningki tarkibidagi o'simlik talasi mo'l bo'lganlikdan uchayning xizmatini yaxshilashda aktiv rol o'ynaydi ekan. Shuning bilan birga yana shu terining namligini asrashda, terining sog'lom bo'lishida zarur bo'lgan vitamin B2, B3, vitamin E moddalarini mo'l ekan. Shunga bu terining parqiroq, sog'lom, siliq bo'lishida aktiv rol o'ynaydi ekan. Ondan sonra yana avokadoning qonni suyuldirish roli bor ekan. Qonni suyuldirib, arteriya qon tomir qetishini oldini oladigan va yuqori qon besimini oldini olishda manfaatli bo'ladi ekan. Ondan sonra yana avokadoningki tarkibida shu ichimlik va chekimlikdan, ya'ni spirt va nikotin qatorliq zaharlik moddalarning shu jigarning xizmatini ajizlashtiradigan shu zaharlik moddalarning parchalanib badan sirtiga chiqarilib ketish uchun zarur bo'lgan moddalar shu avokadoda bor ekan. Shunga avokadoni muvofiq iste'mol qilib bersak, jigarning xizmatining yaxshilanishida aktiv rol o'ynaydi ekan. Ondan sonra yana rakning oldini olish demo yaxshi roli bor ekan. Yana shu hujayralarninki yangidan shakllanishini ilgari suradigan, hujayralarni qo'g'daydigan yupurmoq kislotasi degan tarkibmi shu avokadodan mo'l ekan. Odatda normal holatda kishilar bir kunda 200 mg atrofida yupurmoq kislotasiga badan ehtiyojli bo'ldi ekan. Homildor ayollarninki bu yupurmoq kislotasiga bo'lgan ehtiyoj texim eshib ketadi ekan, ya'ni bir kunda 400 mg atrofida yupurmoq kislotasi ehtiyojli bo'ldi ekan. Shunga normalda bir tal, ya'ni homildor bo'lgan holatda 2 taldan kuniga shu avokadoni iste'mol qilib berganda shu yangi hujayralarni shakllantirishni ilgari suradigan yupurmoq kislotasi bo'lgan ehtiyojni qondirishda bu aktiv rol o'ynaydi ekan.
bu avokadoni yana tag'im shu xonim qizlar uchun nihoyatda yaxshi bo'lgan bir vitamin komilichi deb atab qo'ygan bu mevani. Yani har xil vitaminlar, har xil temir moddasi degandek har xil moddalar işte toplangan, jug'langan bir meva deb ataydi ekan. Shunga muvaffaq iste'mol qilib bersak, bizning salomatligimizga nihoyatda aktiv bo'lgan, foydali bo'lgan rollari bor bir meva ekan. Shunga buni bilib qolsak yaxshi deb o'yladim.